Bugun nafaqat mamlakatimiz balki dunyo ilm ma'rifatining yirik markazi sifatida bo'y ko'rsatgan xorijiy sayyoh, xalqaro ekspertlar, davlat va jamoat arboblarini o'z bag'riga chorlayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan xorijdagi yurtimiz tarixiga oid noyob artefakt va madaniy meros ashyolari olib kelinmoqda. Navbatdagi muhim ashyolar Boburiylar davriga taalluqli. Siz ko'rib turgan bu buyum 17-18 asr boshlarida Hindistonda Boburiylar davrida yasalgan noyob nefrit idish hisoblanadi. Uning o'ziga xos xususiyati bor, ya'ni u zaharni aniqlay oladi. Bu nefrit idishga zaharli suyuqlik solinganda u rangini o'zgartiradi va hattoki parchalanib ketishi ham mumkin ekan. Shu sababli ham mana shunday maxsus nefrit idishlar hukmdorlar saroyida keng qo'llanilgan. Mashhur hukmdor, ya'ni Boburiylar davrining eng qudratli hukmdorlaridan biri bo'lgan Avrangzebga tegishli bo'lgan nefrit piyola. Albatta nefrit toshi Temuriylar, Boburiylar davrida nihoyatda qadrlangan. Xuddi shu ko'rinishdagi nefrit piyola Mirzo Ulug'bekka ham tegishli bo'lgan va u ayni paytda Britaniya muzeyida saqlanadi. Piyola esa aynan ajdodlarning an'anasi sodiq qolgan holda nefritni doimiy idish sifatida ishlatish, demak, an'anasi mavjud bo'lgan. Temuriylar va Boburiylar davrida nefrit toshi nafaqat qimmatbaho material, balki davlatchilik, kuch-qudrat va yuqori madaniyat ramzi sifatida keng qo'llanilgan. Bu davrda saroy san'ati yuqori darajada rivojlanib, ustalar qimmatbaho materiallarga ishlov berishda katta mahoratga erishgan. Bizda to'liq Temuriylar davri qilichlarining, qurollarining kolleksiyasi mavjud va ularning asosiy qismida aynan nefrit toshi ushbu qilich va xanjarlarni dastasi sifatida ishlatilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ekspozitsiyadagi yana bir noyob eksponat 16-asr boshlariga tegishli Qur'on oyatlari yozilgan xirqa. Qur'oni Karim oyatlari bitilgan maxsus ko'ylak yoki xirqa deb aytishimiz mumkin. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra bevosita Bobur Mirzoning katta o'g'li Humoyun Mirzoga tegishli degan fikrlar ham mavjud. Yoshlik payti, o'smirlik payti kiydirilgan bo'lishi mumkin, chunki uni ko'rib turibmiz, ko'rinishi biroz kichkina va bu yerda o'sha Qur'oni Karim oyatlari 114 suraning barchasi nihoyat kichkina harflar bilan yozib chiqilgan degan ma'lumotlar ham bor. Bularning asosiy qismi demak Buyuk Britaniyadan, xususan Sotheby's, Christie's auksionlari orqali va bir qator art dillerlar va demak shaxsiy kolleksionerlar kolleksiyasidan sotib olindi. Muzeyda mana shunday noyob eksponatlarni qiziqish bilan tomosha qilayotgan mehmonlarning taassurotlari bilan qiziqdik. Bu muzeyda tomosha qiladigan narsalar shu qadar ko'pki, hammasini qamrab olish uchun bir kundan ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Bu ajoyib, texnologiyasi esa fantastik. Очень понравился музей. Muzey juda yoqdi. Ajoyib. Hammaga bu yerga kelib ko'rishni tavsiya qilaman. Buning shunday tarixiy ahamiyati borki, buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Bu muzeyda bo'lganimdan juda xursandman. Men hayratdaman. Juda ta'sirli, ajoyib. Ta'riflashga so'z ojiz. Bir necha yildan beri dunyo bo'ylab sayohat qilyapman va sizga aytamanki, bu hayotimda ko'rgan eng go'zal muzeylardan biri. Ma'lumotlarning ko'pligi biroz hayratga soladi, lekin u juda ham ajoyib va men uni barcha tanishlarimga tavsiya qilaman. 2 haftadan so'ng bu yerga qaytib kelganimda ushbu muzeyga yana kelaman. Muzey ajoyib. Bu O'zbekiston xalqining katta yutug'i. Muzeyga xorijdan yana ko'plab mana shunday noyob eksponatlar kelishda davom etmoqda. Biz esa sizlarga ularni qiziqarli faktlar bilan dasturlarimiz orqali tanishtirib boramiz.